O'zbekistonda to'y va oilaviy marosimlar bo'yicha yangi ancha qat'iy tartiblar yana kun tartibiga chiqdi. Endi dabdabali to'y qilish, ortiqcha marosimlar o'tkazish va yuzlab mehmon chaqirish masalasi faqat oilaning xohishiga bog'liq bo'lmaydi. Hukumat isrofgarchilikni kamaytirish, oilalarning ortiqcha xarajatga botib qolishining oldini olish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasida to'ylar va oilaviy tadbirlarni aniq qoidalar asosida o'tkazishni belgilagan. Yangi tartibga ko'ra oilaviy marosimlarda mehmonlar soni cheklandi. To'y, sunnat, yubiley yoki boshqa oilaviy tadbirlarda odatda 200 nafargacha mehmon chaqirish mumkin bo'ladi. To'y oshida esa bu ko'rsatkich 250 nafargacha etib belgilandi. Agar qo'sh to'y yoki hashar bilan bog'liq tadbir bo'lsa, ayrim holatlarda son biroz boshqacha bo'lishi mumkin, ammo asosiy maqsad bitta: marosimlarni me'yordan oshirib yubormaslik. Eng katta yangiliklardan biri shuki, ayrim ortiqcha urf-odat va qo'shimcha marosimlarga ruxsat berilmaydi. Ya'ni odamlarni ortiqcha xarajatga soladigan, kunlab davom etadigan, oilaga moliyaviy bosim yuklaydigan ayrim rasm-rusumlar cheklandi. Hukumat bu orqali kim nima deydi degan bosim sabab qarzga kirib to'y qilayotgan oilalar sonini kamaytirishni maqsad qilgan. Rasmiy tushuntirishga ko'ra, bu cheklovlar odamlarning shaxsiy hayotiga aralashish uchun emas, balki isrofgarchilikka qarshi kurashish uchun joriy etilmoqda. Chunki so'nggi yillarda ayrim oilalar to'y uchun katta qarzga botib, keyinchalik yillar davomida o'sha qarzni yopishga majbur bo'layotgani ko'p kuzatilgan. Ayniqsa narx-navoning oshib borayotgan bir paytda dabdabali marosimlar ko'plab oilalar uchun og'ir yuk bo'lib qolmoqda. Shu sabab hukumat to'y, marosim va oilaviy tadbirlarni oqilona iste'mol tamoyili asosida o'tkazishni talab qilmoqda. Ya'ni maqsad to'yni butunlay taqiqlash emas, balki uni ortiqcha shov-shuv, isrof va keraksiz xarajatlarsiz o'tkazish. Endi ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol bitta: bu tartib amalda qanchalik qat'iy nazorat qilinadi va odamlar bunga qay darajada amal qiladi? Qisqasi, O'zbekistonda to'ylar bo'yicha qoidalar ancha jiddiylashmoqda. Mehmonlar soni, osh marosimi, qo'shimcha urf-odatlar va dabdabali tadbirlar endi avvalgidek erkin emas. Demak, yaqin kunlarda katta to'y emas, balki tartibli va me'yorli to'y tushunchasi ko'proq tilga olinadigan bo'lishi mumkin. Eng muhim va dolzarb yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosib, fikringizni izohlarda yozib keting. Xayr, salomat bo'ling.